Assalomu alaykum yana bir bor. Biz shunaqa ko'p salom beramiz. Salomlayamiz. Demak, bugungi darsimiz 6-dars. O'tgan 5-darsda nimalar haqida o'rgangan edik? O'tgan darsda biz doska bo'limini tugatdik. Endi doska bo'limi nima bajaradi va dashbord bo'limi haqida ma'lumot berib o'tdik. Ya'ni analitika qanaqa biznesga yordam berishi mumkin, qanaqa parametrlar o'lchaydi, hamma savollarga javob berib o'tgan edik. Bugungi 6-darsimiz umumiy degan bo'limga ataladi, ya'ni umumiy analitika haqida ma'lumot. Bu darsimiz qisqa bo'ladi, chunki bu kichkina menyu. Nimalarni ko'rishimiz mumkin? Umumiy bo'limida biz iyul oyida, misol uchun keling, shu iyul emas, may bo'la qolsin, may yaxshi ko'raman. May oyida umumiy statistika, ya'ni kirim, soqqa qancha kirgan, shu haqida ma'lumot beradigan bo'lim. May oyida o'sish 0%, tushish 100% bo'libdi. Ya'ni may oyida sotuv yomon bo'libdi. Afsus. May yaxshi ko'rar edim. Sotuvlar 0 so'm, buyurtmalar 0 so'm bo'libdi. Yangi mijozlar 1 dona. Ya'ni o'tgan oldingi oyga nisbatan, aprelga nisbatan 2 barobar kam mijoz ketdi. Aprelda qancha 2 ta mijoz kelgan bo'lsa, mayda 1 dona ketdi. U ham sotilmayapti hech nima, afsus. Demak, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Yillik sotuvlar 26-yil. Bu oylik ko'rgan edik, mana bu yerda o'sha yillik. Demak, yanvar oyida 4,3 million siz kompaniyangizga kirib kelgan. Fevralda o'sha 815 ming so'm bo'lgan. Martda 1 million 300 ming so'm bo'lgan. Aprelda 0, mayda 0. Bu yo'g'i hali hech qanaqa summa kirib kelmagan sizga. Eng ko'p sotilgan tovarlar yo'q, chunki sotilmagan. Keling sotilgan oyni ko'raylik. Mayli, may afsuski sharmanda qildi. Keling mana yanvar oyini ko'ramiz. Yanvar oyini ko'radigan bo'lsak, mana o'sha bu yoqda boshqa gap. Umumiy sotuv 4 million 325 ming so'mga sotuv qilibsiz. O'tgan oy, ya'ni dekabr 25-yilga nisbatan 64% ga kamroq, afsus. Qayta sotuvlar amalga oshmagan. Yangi buyurtmalar 9 dona. O'tgan oy misol uchun bo'lishi mumkin. 25 ta, 27 ta bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni 73% kam bo'libdi yanvarda, dekabrga qaraganda. Yangi mijozlar 500 ta bor, zo'r marketing bo'lgan, zo'r target yoqilgan. 500 ta yangi mijoz kirib kelgan sizga. Ajoyib. Sotuvimiz 4 million 300 ming so'm bo'lgan. Zo'r bu ham. Eng ko'p sotilgan tovarlar. Polik, endi bu demo bo'lgani uchun misol sifatida tovar qo'yib qo'yganmiz. Polik gilamcha 4 dona sotilibdi, 1 million 280 mingga. 22-tovar 2 dona, 40-tovar 1 dona sotilgan. Tovar 0.20 1 dona. Shunaqa hisoblaganda 4 million 325 ming so'mga tovar sotibsiz, tabriklaymiz, zo'r. Hududlar bo'yicha sotuvlar, ya'ni sotuvlar qayerda amalga oshirgansiz? Hamma mijoz Toshkent shahridan ekan. Demak, hamma tovaringizni Toshkent shahriga sotgansiz. Bu yoqda eng ko'p sotilgan tovarlar 10 taligi. Hamma sotilgan tovarlarni ko'rish uchun pastda ko'rish mumkin. Demak, bu qisqa menyumiz edi, umumiy menyu. Hammaga rahmat. Keyingi darsimizda biz, ya'ni 7-darsimizda telefoniya qismida haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.